Doktor, zamonaviy lazer usullari haqida aytdingiz. Transferga ham shu zamonaviy usullar qatoriga kiradimi? Albatta, transferga ham ko'rishni tiklashda eng zamonaviy va noinvaziv usullardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu usulda ham ko'zda hech qanday kesishlar bo'lmaydi. Lazer bevosita shoh pardaning ustki qatlamida ishlaydi. Shu bois jarayon tabiiy va nazorat ostida o'tadi. Jarayon og'riqsiz tomchilar bilan amalga oshiriladi. Tiklanish biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin, biroq natijalar odatda aniq, barqaror va ishonchli bo'ladi. Transferka ayniqsa shoh pardasi yupqa bo'lgan bemorlarda va undan tashqari harbiylarda, sportchilarda ham juda ko'p qo'llaniladi. Boshqa lazer usullari tavsiya qilinmagan holatlarda ham transferka xavfsiz tarzda yaxshi natija berishi mumkin. Agar siz ko'rishni yaxshilashni o'ylayotgan bo'lsangiz va shoh pardangiz yupqa bo'lsa, albatta transferka aynan siz uchun.